Sidik ranglari bizga qanday ma'lumotlar beradi? Keling ko'rib chiqamiz. Oq shaffof rang. Bu rang organizmga keragidan ortiq suyuqlik kirayotganini bildiradi. Och sariq rang bo'lsa, organizmga keragicha suyuqlik kirayotganini bildiradi. To'q sariq rang bu organizmga yetarlicha suyuqlik kirmayotganini, siz kamroq suyuqlik ichayotganingizni bildiradi. Va bu uchala rang ham normal sidik ranglari hisoblanib, bunga qarab kam yoki ko'p suyuqlik ichishni belgilaysiz. Va qizil yoki och pushti rang. Bu rang paydo bo'lganda sidikda qon tanachalari bo'lishi mumkin. Va bundan tashqari turli dori vositalari va oziq mahsulotlarda ham aynan mana shu rang paydo bo'lishi mumkin. Lavlagi yegandan so'ng doktorga borishga shoshilmang. Yashil va bulutsimon sariq rang. Bunday ranglar sidikda infeksiya borligini bildirib, bu rang paydo bo'lganda sidikning umumiy tahlili va BACT/PASEF, ya'ni sidikni ekma tahlilini topshiring va urolog ko'rigiga boring. Sutsimon oq rang. Bu rang paydo bo'lganda sidikda limfa suyuqligi paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Bunday holat ko'proq tuberkulyoz, travma, turli parazitar kasalliklar va onkologik kasalliklarda ham bo'lishi mumkin. Ko'k rang. Bu rang paydo bo'lganda, demak siz o'ta rang beruvchi oziq moddalarini iste'mol qilayotganingizni bildiradi. Va nihoyat jigar rang. Och yoki to'q jigar rang jigaringizda turli muammo borligi yoki ba'zi holatlarda rabdomiolis kasalligi, ya'ni mushaklarning parchalanib, mushak to'qimalarining sidikda paydo bo'lishini bildiradi. Bunday kasallik ko'pincha travma, mushaklarning uzoq bosilishi va onkologik ba'zi kasalliklarda ham bo'lishi mumkin. Va bundan tashqari alkaptonuriya kam uchrovchi genetik kasallikda ham paydo bo'lib, gamma-gentez kislotasining sidikda paydo bo'lishi aynan mana shu rangga olib keladi. Do'stlar, qisman sidik ranglari haqida ma'lumotga ega bo'ldingiz va endi siz mana shunday ranglar paydo bo'lganda nima qilishni bilasiz. Bu ma'lumotlar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, yaqin do'stlaringizga ham ulashib qo'ying va bundan ham qiziq ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun meni sahifamga obuna bo'ling.